Matluba Tog'ayeva 15 yildan beri maktabgacha ta'lim tizimida jismoniy tarbiya yo'riqchisi sifatida faoliyat yuritib kelmoqda. Bugungi kunda u Termiz shahridagi 26-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida mehnat qiladi. Ushbu bog'chada kichkintoylarning sog'lom o'sishi va har tomonlama rivojlanishi uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Gimnastika, kurash, shaxmat, shashka, velosport va futbol kabi to'garaklar muntazam tashkil etilib, bolajonlar jismoniy chiniqish bilan birga tartib-intizom, g'alabaga ishonch va jamoada ishlashni o'rganmoqdalar. Bizning tashkilotimizda jismoniy tarbiya sohasiga katta e'tibor berilgan. Tashkilotimizda ilk qadam davlat dasturi asosida to'garaklarni tashkil etish jarayonida bolalarni sog'lom ruhda tarbiyalash, ularni yirik motorika va kichik sohalarni shakllantirishdan iborat. Bolalar jismoniy tarbiya sohasiga juda qiziqadi, gimnastikaga, shaxmat, shashkaga. Bizning asosiy maqsadimiz O'zbekiston Respublikasiga sog'lom, aqlli va barkamol avlod bolajonlarni tarbiyalashdan iboratdir. Matluba opa o'z kasbini chin dildan sevadi. U uchun har bir tarbiyalanuvchi o'z farzandidek aziz. Ushbu e'tibor va fidoyiligi bois tarbiyalanuvchilar turli sport musobaqalarida faxrli o'rinlarni egallab kelmoqda. Mening eng katta mukofotim bolalarning sog'lom, quvnoq va faol bo'lib ulg'ayishidir, deydi samimiyat bilan qahramonimiz. Men o'zimni kasbimni juda yaxshi ko'raman. Men shu 15 yildan beri bolalarga mehr berib, dars o'taman. O'zimni farzandlarimda yaxshi ko'raman bolajonlarni. Ular ham meni juda yaxshi ko'radi. Opajon, ustoz deb murojaat qilib, iloji bo'lsa har kuni bog'chaga keling, har kuni to'garak o'ting, har kuni dars o'ting ustozim deb yaxshi ko'rishadi. Ma'lumot o'rnida aytib o'tish joiz, bugungi kunda Surxondaryo viloyatida 479 nafar jismoniy tarbiya yo'riqchisi faoliyat yuritadi. Shundan 440 nafari davlat, 39 nafari davlat xususiy sherikchilik asosidagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ishlaydi. Ularning barchasi bir maqsad: bolajonlarni sog'lom turmush tarziga, harakat va sportga oshno etish yo'lida mehnat qilmoqda.